Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Mana qishlog'imizda mana masjid qurilyapti. Mana ishchilar o'zimizni xalqimiz hashar yo'li bilan, homiylarimiz yordami bilan mana shunday darajaga yetdi. Mana ichkarilar ham yaxshi obod bo'lyapti. Mana remont qilinyapti. Xalqimizga katta rahmat. Mana shunday ishlarga qo'shilishib yordam qilishib turibdi. Ham moddiy, ham ma'naviy tarafdan hamma mana shu ishlayotgan xalqimizga avvalo rahmat. Sog' bo'lsin, bolalarimiz baxtiga omon bo'lsin. Masjidlarimiz va hujralarimiz nasib bo'lsa bitib, mana xalqimizga, elimizga xizmat qilsin.